Assalomu alaykum barchaga. Mana biz hozir Namangan viloyati Chust tumaniga yetib keldik. Santexnika do'koniga, ya'ni sizu bizga kerakli bo'lgan barcha narsalar bu yerda bor ekan. Mana yo'nqishlardan tortib, mana vannalargacha va rakabinalarimiz, dushovoy kabinalarimiz pastda. Bizga dushovoy kabina kerak edi hozir. Shu sababli arzon joyini topib oldik. Mana ko'rib turibsizlar. Ali Santexnika do'koni ekan mana. Bu yerda mana buni aytmaysizlarmi? Ko'hna ayollarimizga ko'hnada mana semisetillar, zo'rlari bor ekan. Ko'rib turibsizlar. Hozir narxini aytib o'tamiz barchasini. Birinchi ko'rsatib o'tay mana shu joyda. Dush stokalarimiz bor ekan. Rakabinalarimiz, Ariston, radiator va mana bu yerda instrumentlar ham bor ekan. Ya'ni shurpoyor, motor, barchalari bor ekan. Mana ko'rib turibsizlar. Yangi ochilgan do'konimiz ekan. Albatta kelaverasizlar. Chust tumanida. Hozir barchasini narxlarini aytib o'tamiz. Barcha Santexnika do'konlariga kirdik, lekin mana shu joyda bizga o'zgacha bo'ldi. Mana dushovoy kabinani oldik biz. Mana bu yerda ko'rib turibsizlar. Mana hozir terilyapti ekan. Mana yangi kelibdi mana shokoladda. Biz mana shunisini oldik. Mana bu yoqdi. Mana uydagilariga juda chiroyli narxda qilib berishdi. Mana vannalari ham chuqur ekan. Buni nech pul qilib berdi deb o'ylaysizlar? Topinglarchi. Ba'zi narxini aytib o'tamiz. Assalomu alaykum aka. Assalomu alaykum aka. Yaxshimisiz aka, tuzimisiz? Rahmat, charchamasdan. Ha, rahmat aka. Aka mana xudo xolasa ko'rib turibsizlar, biz o'zim Santexnika ustaman tomoshabinlar. Mana bu do'konimizga keldik. Mana Ali Santexnika do'konining egalari bo'ladi bular. Aka, mana shu joyda barchasini hozir narxlarini aytib o'tamiz, ha? Xalqimizga narxlari qiziq albatta. Bizga mana shu dushovoy kabinamizni nech pulga qilib berdingiz? O'zingizdan eshitaylik aka. Bu akamiz mehmon ekanlar. Shunga akamga 4 million qilib berdik. Ko'ryapsizlarmi, hurmatli tomoshabinlar, bizga 4 million so'mga qilib berishdi. Albatta sizlar ham kelinglar, ishonaveringlar, arzon narxda olib ketasizlar narsalarni. Xo'p, aka, bu mana shu joyda unitazlarimiz bor ekan. Narxlarni yozib qo'ygan ekansiz, o'zi asli. Bizda hamma narsa ochiq, narxlar yozilgan, bemalol ko'rib, taqqoslab ko'rishlaring mumkin. Hech xijolatli joyi yo'q, narximiz hammasi ochiq, arzon deb umid qilamiz. Mana ko'rib turibsizlar, dizaynlar ham o'zgacha dizaynda chiqilgan. Mana unitazlarimiz ham kuymalari turibdi. 1 million 200 mingdan mana solishtirib ko'raveringlar, boshqa do'konlardan ham bemalol ancha arzon. Ya'ni mana o'zim ham juda ko'p do'konlarga kiraman, narxlarini albatta bilamiz. Chust tumanida shunday do'konimiz bor ekan. Mana endi bilib oldik, xudo xolasa bemalol kelaveramiz. Akamiz arzon narxdan qilib berishadi. Endi aka tepaga chiqamiz do'konda ham. Albatta, showroom endi ochilayotganda akamiz kelib qoldilar. Aka manzilni ham bitta aytib o'ting o'zingiz lokatsiyasini. Chust tumanidamiz u. Chust tuman bo'lsa, biz Sanasroydan 1-moy deymiz. Baryon zavodga pоворot qilmasdan oldin chap qo'lda Ali Santexnika magazinimiz. Yonimizda endi orientirovka, balansировка, razval keladi. Shunday aytadigan bo'lsak, aka, mana shu yerda Toshkent petayda aytadigan bo'lsak, Kalsovoy bor, Toshkent petayda. Kalsovoydan G'ova tomonga, G'ova aka. G'ova tomonga ketishda yurganda, bozordan o'tganimizda chap tarafda Madaniyat saroyidan o'tganimizdan keyin chap tarafimizda Ali Santexnika do'koni bor ekan. Bemalol kelaverasizlar. Bo'lmasam ketdik. Aka, yo'nqishlarimizni ham narxini bir aytib o'tasizmi? Juda qiziqda odamlarimizga. Nech puldan boshlanadi, nech puldan tugaydi? Aka, bu 400 mingdan boshlanib turib, 1 million 100 minggacha sifatiga qarab, firmasiga qarab ajralib ketaveradi aka. Bizda o'zi 4 xil firma bor. 4 xil firmada ishlayapti aka. Har xil bularimiz Vannalarimiz. Bular 1 million 600 mingdan. 1 million 600 mingdan ekan. Bular 1 milliondan shunaqa chiqadi, xudo xolasa. Undan arzon chiqarib beramiz. Xudo xolasa 1 million so'm qilib berishar ekan mana shulardan. Undan ham arzonroq qilib berishar ekan. Agar Shoh Stroy kanalidan ko'rib keldim deslaring, aka, vaqti skidka qilib berishadi, bomba qilib. Bo'lmasam ketdik. Mana bularimizni biroz olib qo'ysangiz, mana bular buni ham aytib 4 xil 5 xil variantlari bor. Ayollarimizni sevimli bu oshxonaniki semislitillari. Buni narxini 1 million 200 ming so'm deyishdi. Aka, 1 milliondan tortib 1 milliondan boshlanadi. 1 millionligini ham bitta ko'rsatib o'taylik. Hozirgi ko'rganimiz 1 million 200 ming deyishdi. Mana bularni 1 million so'm deyishdi. Albatta bular ham mana knopkali ko'rib turibsizlar. Mana bu yerda suvlarning gradus issiqlarini ko'rsatib turadi. Ko'rib turibsizlar. Mana stoyka dushlarimiz ham bor bizda. Mana stoyka dushlarimiz. Bizda asablikda untazlar deydi, основной showroom deydi magazinimiz. Xo'p,
Bo'lmasam narxlarni tez aytib o'taman. 1 million 600 ming so'm kuyma. Ya'ni mana ko'rib turibsizlar 1 million 650 ming so'm, 1 million 650 ming so'm. Mana shularimiz barchasi 1 million 650 ming so'mdan. Koko firmalarniki kuymasini buni ham 1 million so'm qilib beramiz deyishdi. Skidka bor ekan bunga. Hop 1 million 280 ming so'm. Mana ko'rib turibsizlar. 670 ming so'mdan bo'ladi. Mana 670 ming so'm. 500 ming so'm ekan. 630 ming so'm. Buni narxi yo'q ekan. Xo'p, smisliklarimizga keladigan bo'lsak, mana ko'rib turibsizlar, barchasini. Xo'p. Bu mana narxlar 500 ming so'm, 320 ming so'm, dush stoykalarimiz 800 ming, 960 ming, 620 ming, 310 ming, 310 ming, 550 ming, 450 ming, 780 ming, 880 ming, 820 ming, 850 ming so'm. Mana kichkinalardan 180 ming, 240 ming, 330 ming, 170 ming, 320 ming, 195 ming, 420 ming. Va bunimiz narxi 128 ming so'm. Xo'p, 210 ming, 330 ming, 410 ming so'm, 480 ming so'm, 370 ming so'm. 340 ming so'm. Va aytib o'tma, barchasi 320 ming so'm. Xo'p, mana aristollarimiz, mana katollarimiz ham bor ekan bu joyda. Xo'p. Aristollarimizni gorizontallisi. Mana ko'rib turibsizlar, gorizontallar bilasizlar, juda qimmatroq chiqadi vertikalga qaraganda. Bu 15 litrli aristonimiz. Dollarga aytib o'taman, hozir ancha so'mga hisob kitob qilish kerak ekan. 83 dollar ekan mana shu. Hozirgi kunda dollar o'zgarib turibdi, bilasizlar. Mana bunimiz ham 74 dollar ekan, mana ko'rib turibsizlar. 10 litrlisi. Bu 50 taligimiz narxi 101 dollar ekan. Mana buni ko'rib turibsizlar, bunaqasi ham bor. 93 dollar ekan 50 taligimizni. Hop, epaniki mana 103 dollar ekan bu. Mana ko'rib turibsizlar. 30 talik albatta. Bunisi 113 dollar ekan. 50 talik. Xo'p, mana 50 talisi. Bu firmasiga bog'liq. Albatta 103 dollar ekan bunisi esa 113 dollar ekan. Albatta endi 80 taligimiz. 80 taligimizga kelsak 113 dollar ekan bu. Bunisi esa 123 dollar, ya'ni epaniga baribir. Xo'p, bunisi 107 dollar. O'zimizda royal ekan. Ko'rib turibsizlar narxini. Mana bu yerda motorlarimiz mana ko'rib turibsizlar 750 lik 1 million 90 ming so'm ekan. Albatta 1 million 90 ming so'm. Mana bu yerda 550 ligimiz 980 ming, 370 ligimiz 810 ming, 780 ming, 250, 800 ligimiz. Xo'p, 1 million 390 ming. Endi bu mana ko'rib turibsizlar. Brend bor albatta. 600 ligimiz 1 million 280 ming. 400 ligimiz 1 million 120 ming, 1 million 40 ming so'm, 200 taligimiz. Qolgan instrumentlar mana ko'p. Mana narxlarni, mayda-chuda zapchastlarni aytib o'tamiz. Mana radiatorga ishlatiladigan narsalardan 40 ming so'mdan, bunisi 35 mingdan, bunisi mana ko'rib turibsizlar. 35 mingdan. Abizli ko'rib turibsizlar, mana yakirlarimiz mana 15 mingdan, 15 mingdan. Katta 25, bu 25 liklari, 25 liklar, 20 ming so'mdan, 20 liklar. 32 liklarimiz 25 mingdan, 32 liklarimiz 25 ming albatta. Bu kranlarimiz ham ko'rib turibsizlar, zo'r ekan, 30 ming so'mdan 25 likimiz. So'mdan 1000 so'mdan narxlarni qaranglar. 700 so'mdan 20 liklari, bu 25 liklar. Albatta bu ham 3 mingdan mostiklarimiz, 12 mingdan mana advodli ichkanda. Xo'p, mostiklarimiz mana tepadagi kattalarniki mana 25 liklar, 5 mingdan. Mana narxlar barchasini ko'rib o'tasizlar. Mana bu ko'rib turibsizlar, rakovinamiz 530 ming so'm ekan. Bunisi 310 ming so'm, 250 ming so'm. Bu tepadagisi ham 310 ming so'm ekan. Ikkita. Bular 470 ming so'mdan 500 ming so'm,
tirnoqroq bo'lsin 500 ming so'm va albatta 210 ming so'm, 470 ming buni aytib o'tdim. Buni kichikroqlari bor ekan, kichikroqlarni hozir yo'q ekan. Bu 460 ming so'm. Buni narxi yo'q ekan hozir. Akamiz savdo qilishyapti, shuning uchun ular bezovta qilmadi. Xo'p, simmetriyalarimiz keladigan bo'lsak, mana 4 tali, mana ko'rib turibsizlar, har tomondan chiqadi. Bu yoqda barchasi chiqadi. 210 ming so'm. Bunisi mana 195 ming so'm, 200 ming so'm. Mana ko'rib turibsizlar, 270 ming so'm. Juda chiroyli. Xo'p, 250 ming so'm. Har tomondan simmetriyalarimiz 100 ming so'm. Simmetriyalarimizni narxlari hozir rakovinamizga qaytamiz. 250 ming so'm. 230 ming so'm ekan bu. 350 ming so'm, 350 ming so'm va endi rakovinalarimiz narxini aytib o'tamiz. Xo'p, 450 ming so'm, 450 ming so'm, uchalasi 450 ming so'mdan mana turibdi. Mana bu yerda 360 ming so'm. Bunimiz xo'p, 340 ming so'm. Bunimizni narxini yozishmadi. Buning narxini mana bunisi 310 ming so'm. Bu rakovinamiz ham 360 ming so'm, 310 ming so'm, 340 ming so'm. Endi mana bularimizni ko'ramiz. Mana mebelimiz 60lik, ya'ni mana 800 ming so'm. Ko'rib turibsizlar, juda chiroyli. Mana. Xo'p, bularimiz 1 million 865 ming so'm. Mebel. Juda chiroyli. Mana bu yerlarda kattaroqlar bor ekan, dizaynlari yaxshi ekan. 1 million 50 ming so'm. Sizlar ko'rib turibsizlar. O'tamiz. Mumtozlarimiz, bunisini qoralarini aytib o'tmadik mana. Qoralarni ko'rib turibsizlar, 1 million 650 ming so'm ekan va 1 million 700 ming so'm. Ko'rib turibsizlar, quymalar bular. Juda zo'r. 950 ming so'm. Ko'rib turibsizlar. Katta qana. Mana buni ham aytib o'tdik. 290 ming simmetriya, 950 ming so'm shkaf bilan. Ko'rib turibsizlar, bemalol kelaverasizlar albatta. Sizlarga ilindi arzonroq do'konlik uchun. Ali Santinika do'koniga bemalol kelaverasizlar. Mana telefon raqamlari ham mana qoldirib qo'ydim. Mana bu yerda 91lik 759 99 92 Telegram kanallari ham bor ekan. Mana shu nomerga yozsanglar, Telegram kanalida albatta narxlarini ham, yangi kelgan narsalarni bemalol so'rashlaring ham mumkin. Albatta dastavkalari ham bor ekan. Bo'lmasa kelaverasizlar. Mana